Hammaga salom azizlar, sizlar bilan Speaker Boom. Hali ham yangi epizodni kutmoqdamiz. Lekin eng asosiysi biz Daft Boomni kanalini qaytarish yo'lini qidiryapmiz. 6 oydan beri Daft Boomning kanalida hech narsa chiqayotgan yo'q va fanatlar juda ham zerikib qolishdi. Ammo fanmeyderlar bizga fanmade videolari bilan zeriktirib qo'yayotgani yo'q. Masalan, NoCap va Duderdan ajoyib videolar chiqdi. Ko'rishingizni maslahat beraman. Silka opisaniyada bo'ladi. Endi esa yangiliklarga kelsak, buni aslida yangilik desa ham bo'ladimi, aniq bilmayman. Xullas, Invis kompaniyasi Daft Boomni Skibidi fandomidan chetlashtirib yubordi. Chunki ularga epizodlar sekin chiqishi yoqmadi va Daft Boomsiz ham epizodlar qilib bemalol pul ishlashmoqchi edi. Ammo fanatlar ularni videosiga hate qilib, Daft Boomni qaytarishini so'rashdi. Keyin nima bo'lganini bilasizlar. Invizlar Daft Boomni qaytarishmoqchi emas va uning o'rniga 80-epizodni umuman Daft Boomsiz qilishga qaror qilishdi va Strider nomli animatorni epizod qilishini so'rashdi. Strider ham rad etishni o'rniga rozi bo'ldi. Mayli prosta rozi bo'lsa ham, u Daft Boomni yomonlab, biz teoriyalarga asoslanib gapirayotganimizni aytdi. Agar oddiy qilib aytganda, u biz aytayotgan narsalar shunchaki taxmin va bu fakt emas demoqchi. Unga bir necha skrinshotlar ko'rsatishdi. Lekin u bu boshqa odam yoki bu teoriya deb javob qaytardi. Men umuman tushunmayapman. Qanday qilib odam bunchalik ko'r bo'lishi mumkin? Yoki u ataylab shunaqa javob beryapti, yoki u shunchalik ahmoq odam. U 80-epizodni deyarli yakunladi va epizod yakuniy darajada. Agar unga pul kerak bo'lsa, boshqa joydan ham topsa bo'ladi. Masalan, qaysidir odamga animatsiya qilib berishi mumkin, yoki hech bo'lmaganda o'zining kanaliga videolar chiqarib pul topishi mumkin. Lekin u invizlarga epizod qilishni tanladi. U tom ma'noda hammaning dushmaniga yordam beryapti. Nima ham derdim. Agar epizod chiqsa mendan umuman tahlil bo'lmaydi. Chunki bu epizod umuman muallifsiz qilinmoqda va bu menimcha kanon epizod bo'ladi. Hatto Daft Boom ham bir odamni emailiga javob berdi va u Strider bilan ishlamoqchi emasligi va yangi proyektlarga taklif qilmasligini aytdi. Yana ko'pchilik so'rayapti, epizod qaysi kanalda chiqadi deb. Striderni kanalidami yoki Skibidi nomli kanaldami? Epizod Skibidi kanalida chiqadi. Chunki Strider epizodni o'zi uchun qilmayapti. Aytgancha Daft Boomning kanal nomi Skibidiga aylandi. Men nima deyishni ham bilmayman. 3 ta agent mening qalamchamga qarab turgandek turishibdi va ularni teksturasi sovunga o'xshaydi. Shuningdek, kanalning banneri o'zgardi. U yerda 1 yil oldingi posterlar va 2 ta o'zlaridan kadr qo'shibdi. Ha, bu yaxshiroq ko'rinyapti. Ammo eski banner bilan solishtirganda bu chupuxa desak ham bo'ladi. Shunchaki axlat, boshqa gap ham gapirmoqchi emasman. Shuningdek, Daft Boomning TikTok kanali ban bo'ldi. Aniq sababini bilmaymiz. Yoki TikTok tomonidan xatolik yuz bergan, yoki rasmiy Daft Boom degan yozuv uchun ban qilishgan. Chunki u akkaunt endi Daft Boomga tegishli emas va u yerda rasmiy Daft Boom deb yozilgandi. Shuning uchun ban bo'lgandir. Nima bo'lishidan qat'iy nazar menga qiziq emas, chunki u kanalni baribir kuzatmasdim. Shuningdek, Daft Boomning Discord serveridagi hamma kanallar o'chib ketdi. Aniq sababini bilmayman, ammo aytishlaricha u serverni egasi, Brain, qaysidir odam bilan urushib qolib xafa bo'lib, hamma kanallarni o'chirib yuboribdi va o'zi ham u serverdan chiqib ketdi. Odam qanchalik ahmoq bo'lishini bilmayman, lekin Brainchalik ahmoq bo'lish mumkin emas. Shuningdek, Hypajor Ibio, Invis kompaniyasining boshlig'i bilan bu hafta eksklyuziv uchrashuv bo'lar ekan. Menga to'g'risi qizig'i yo'q, ammo yerda qiziq ma'lumotlar bo'lsa albatta YouTube'ga post qilaman yoki yana bir video qilsam kerak. Shuningdek, men Dur Klozerdan yangi serialni tahlil qilmoqchi edim. Ammo to'g'risini aytganda biroz erindim. Ehtimol keyingi videoda qilsam kerak. Men hamma ma'lumotlarni Telegram kanalimga post qilib boryapman. Obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Shuningdek, kanalga obuna bo'ling agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Shuningdek, like bosib qo'ying boshqa odamlar ham ko'rishi uchun. Oldindan rahmat. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.